Assalomu alaykum hammaga. Bugun yangi o'rganayotgan mototsikl minmoqchi bo'lganlarga ikki xil variant ko'rsataman. Xo'p, birinchisi original 325 kubalik, ikkinchisi 250 kubalik replika mototsikl. Xohlasanglar replikadan, xohlasanglar originaldan boshlasanglar bo'ladi. Hozir nima farqlari bor tushuntirib o'taman. Xo'p, narxlarini video davomida aytib o'taman. 250 kubalik replika kopiya bo'ladi. Bitta silindrli bo'ladi. 100 kilometrga 5 litr rasxod qiladi akalar. Buni ABS yo'q. Traksioni yo'q akalar. Karbyuratorda bu. Karbyurator motorli bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni hali yiqitib olsangiz ham, boshqa narsa qilib olsangiz ham achinmaydigan mototsikl akalar. Chunki puli arzon. Shunda maza qilib minsanglar bo'ladi. Keyingisi bu toza original mototsikl. Xitoydagi eng brendli mototsikllardan bo'ladi. Noma 325 kubalik. Bunda Yamaha R3 original motor qo'yilgan bo'ladi. ABS'lari bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. ABS, traksioni bor. Xullas, har xil funksiyalari bor. Juda ham kompaktli mototsikl, boshqarish juda oson. Ko'rsanglar bo'ladi farqini. Xohlasanglar original, xohlasanglar replikadan boshlasanglar bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, replika mototsikli $1900, Noma original mototsikli 325 kubalik. Buni narxi hop $4400 ga qilib beramiz. Bu ikkita silindrli bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, ikkita silindrlik, ABS, bas hamma narsasi original hisoblanadi. Farlarni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli ishlangan. Xo'p, sizlarga ham qiziq bo'lsa, yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Zo'r narxlarda qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud.